tozalaymiz deb artizandan chiqqan suvlar ma'lum bir filtrlardan o'tadigan bo'ldi. O'z-o'zidan suvni tarkibi mikroelementlarsiz qolib ketyapti. Plus uni ustiga shahar suv oqavidan uni ichiga yana xlor qo'shiladi dezinfeksiya bo'lish uchun. Plus uni ustiga turbalar, avval temir bo'lgansa hozir plastmas turbalar, suv oqayotgan vaqtda shilimshiq massalar, har xil toksik moddalar yig'ilib to'planib qolyaptimi? O'sha suvni olib hatto krandan ichmaganingizda, kullerdan, filtrdan toza suv olgan taqdiringizda ham o'sha suvni ichganingizda negadir singmayapti. Suv icha olmayman, suv ichsam ko'nglim ayniydi, suv ichsam shishib qolaman deydi ko'pchilik. Nima uchun? Suv foydali-ku, nima uchun u singmayapti? Chunki buni tarkibida minerallar tozalanib tashlandi. Buni tarkibida xlor tozalanib tashlayapti va bu hujayra darajasiga singayotgan tarkibli emas. Buni suvni tarkibida kalsiy bo'lish kerak, kaliy bo'lish kerak, natriy bo'lish kerak, magniy bo'lish kerak. Aks holda o'sha narsalar bo'lmaganda organizmda zaxiralar bor. Tishdan, tirnoqdan, sochdan, suyakdan minerallarni oladida o'sha qonni tarkibi nordonlashmasligi uchun 743 pH ni qilib qo'yaveradi mineral hisobiga. Nimaga har kuni mineral solingan suv ichishimiz kerak? O'sha zaxiralarimiz ketmasligi uchun. Yoshingiz o'tgan sari ko'rasizki, soch to'kilyapti, tishlar o'ynaydigan bo'lib qoldi, suyaklarda nimagadir og'riqlar paydo bo'lyapti, to'g'rimi? Mushak og'riyapti, tomir tortayapti, yurak og'riydigan bo'lib qolyapti. Bu signal. Bu organizm meni zaxiramni to'ldirmayapsan degan signal. Lekin biz nima qilamiz? Mas surtamiz, biz qanaqadir ukol olamiz yurakka, biz qanaqadir suyakka yana nimadir qilamiz, lekin biz har kuni ichayotgan suyuqligimizni tarkibini bizga hech kim o'rgatmayapti. Va oddiy o'sha 11 yil oldin birinchi menga to'g'rilashim kerak bo'lgan narsani uqtirishgan. Suvni 5 ta plus bitta xususiyati bor. Undan keyin men yana 2 ta xususiyatini o'zim qo'shganman. Hozir birinchi o'sha qilayotgan ishim, mijozlar bilan ishlayotganda birinchi o'sha o'rgatadigan, yo'naltiradigan narsam bu suv. Chunki suvsiz organizmda hech qaysi jarayon bo'lmaydi. Eng sara badlarni iching, eng sara vitamin yeng, eng sara ovqatlarni tayyorlab yeng, eng mazzali yog'larda tayyorlang. Agar suv bo'lmasa va suv yetarlicha singib yo'g'onichakdan qonga o'tmasa, qonni tarkibidagi oziqaviy modda butun tanaga tarqatmasa, suvsiz hech narsaga aylanib qoladi. Ya'ni birinchisi suv va o'sha suvni tarkibidagi minerallar sizda bormi? Savol. Qanaqa suv ichyapsiz? Biron marta tarkibini kimdir o'yladimi?